Assalomu alaykum, aziz obunachilar, aziz traderlar. Xo'p, qisqacha tillovga texnik tahlil. Xo'p, o'sha g'oya bo'yicha ishlayapmiz. Endi yangilik kuchuklar uchun sal xafa qilib qo'yaman. Yangilik yo'q. Bugun ko'proq fundamental tahlillarni ko'rib chiqamiz. Nimalar bo'lishi mumkin, qanday qilib bular uzoq muddatga qilinadigan fundamental tahlil bo'ladi. Va tillovda qisqacha ulgursak, shu hammasini birdan ko'rib chiqamiz. Texnik tahlillarni ko'rib chiqamiz. Texnik tahlilimiz bo'yicha istagingda bo'lsa biza belgilangan zonlar bor edi. Biza birinchi olgan zonamiz mana bu edi. Istagingda bo'lsa mana bu maksimumga qo'yganimizda mana bu zona откат zona bo'lgan edi va mana bu maksimumlarni ko'ryapsizlarmi? Soyalarda, ana shu soyalarda ko'payib turgan edik важный nuqtalariga. Va keyingisi mana bu nuqta edi. Shu nuqtadan hozir tillo sal ketyapti va davom etyapti sal ketishda. Biza katta ehtimol mana bu harakat ko'ramiz. Bir kunlar orasida примерно ana shunday harakat va mana bu zonalardan biza bayt kutishimiz mumkin. Man ko'proq hozir qolardim, mana bu yerlargacha tushishdi. Kutib qolardim va shu yerlardan kuchli o'sishlarda uzoq muddatga baylarni ko'raveraman. Mana bu zonalar hali ham aktual. Istagingda bo'lsa bu zonalarni belgilagan edik. Как поддержка sifatida ishlab ketdi. Ammo oralari lekin baribir pastga tushgan yo'q bu zonalarga. E'tibor qilinglar, agar trend to'g'ri tortib qo'yib ketaversak, narx shunday tortib tushib ketaversa, bizada trendga retest zona bo'lib qolibdi ana bu zonalar. Demak, bu zonalar aktual hozircha va nima uchun narx ketib, narx sal ketdi, nima uchun juda uzoq muddat flatda yuribmiz, ya'ni korreksiya qolib ketdi degan savollarga bu Amerikani foiz stavkalari to'g'risidagi yangiliklar, bu bir dunyoda bo'layotgan geopolitik siyosiy harakatlar, ya'ni Eron bilan Izrael o'rtasidagi bo'layotgan mojaro, bu ikki va Amerikani obligatsiyalari, ya'ni bondlari. Shular ta'siri bilan tilla hozir korreksiyada nima uchun Amerikani foiz stavka tushishini hamma kutyapti. Tillo ham, boshqa olimlar ham asosan savdom tilloda bo'lgani uchun hamma urg'u tilloga berilyapti. Neftlar bor misol yaxshi daromad beryapti. O'sish tushishlarni e'tibor qilgan bo'lsalaring, yaxshigina profitda beryapti ularda. Yevro USDlar, yevro chef, ya'ni USD cheflar, boshqa valyuta pariga qilsangiz ularda yaxshi harakat bo'lyapti. Ya'ni ularda ishlab olsa bo'ladi hali. Mana bunaqangi g'oya bor edi USD chefda. Telegram kanalga tashlaganman adashmasam. Hozircha double model ishlab beryapti. Biz endi bu g'oya bo'yicha mana bu narsani kutishimiz mumkin. Mana shu trendga kelib buzib o'tgandan keyin yana bir popitka qilsa bo'ladi. Stop pastda, ya'ni katta stop, profitlar ham katta bo'ladi. Boshqa olimlar zo'r ishlayapti, ya'ni harakatlar yaxshi. Nasdaq short pozitsiya qo'yib berilgan, hozircha jarayonda. Temadan uzoqlashmaymiz. Tilloda nima bo'lyapti? Tilloda o'sha o'ylangan zonalarda yana sal ketyapti, korreksiya tushyapti. Korreksiya tushish sababi Amerika foiz stavkasini o'zgartirmaslikka qaror qildi. Chorshanba kuni bo'lib o'tgan press konferensiyada Jeremi Pavel biza o'sha kredit siyosatini o'zgartirmagan holatda ushlab qolamiz degan gapni gapirdi. Kim ko'rgan bo'lsa, qaydan ko'ryapsiz degan savollar bo'lsa, FRS'da, ya'ni o'sha Federal Reserve sistemasining ofisial sayti bor, Google'da yozsangiz chiqadi. Instagramda ham bor. O'sha prямой efirlardan oldin ssilkasini qo'yadi, kirib ko'rsangiz bo'ladi. Faqat inglizchada bo'ladi. Kim tushunsa, anaqa xohlasangiz Yandex переводчикga o'qib ko'rsangiz bo'ladi, tarjimasi kechroq keladi. O'sha yerdan ko'rib olsangiz bo'ladi, fundamentalga qiziq ekanlar. Xo'p, kelinglar bir sizlarga tushuntirib ketaman. Bizada Amerikani foiz stavkalari bor, ya'ni bank foiz stavkalari bor. Buni oldin ko'rsatganman, yana ko'rsatib ketaman, chunki shu narsaga yaqin qoldi. Tushunishlaringiz uchun mana bu 2007-yilda foiz stavka 525 ga chiqqan payti va 2008-yilgacha qulagan, foiz stavka qulagan va 2008-yil moliyaviy inqiroz dunyoda bo'lgan, eslagingda bo'lsa. 2008-yilda o'sha narsa hosil bo'lgan va o'sha payti
Amerika foiz stavkalarini nolga tushirgan va o'sha paytda dollar chop etish boshlagan. Ya'ni dollar valyutasini banklar chop etish boshlagan va odamlarga banklarda foizsiz kredit bergan. Tushunasizlarmi? Bu endi 0,20dir, 0,50dir, 1% emas. Juda kichik foiz, даже 0 deyiladi уже. Shunaqangi foizlarda banklar kredit berish boshlagan. Va e'tibor qilinglar, bu qancha vaqt davom etgan. Dollar pechatlashi va foiz stavkasi 0 da yurganligi. 2015-yilga kelib, noyabr, oktyabr oylarida foiz stavkasi ko'tarish boshlagan. Toki 2019-yilgacha Tramp prezident bo'lgunga qadar. Va Tramp prezident bo'lgan yili foiz stavkasi 2.40% bo'lgan va Tramp o'sha holatni takrorlamoqchi bo'lgan. Mana bu 2007-yilmi, 2008-yil orasidagi foiz stavkasi tushishlarni takrorlamoqchi bo'lgan, chunki o'sha paytda iqtisodiyotga juda yaxshi ta'sir qilgan. Juda ko'plar shu yerda boyib ketgan, juda ko'plar shu yerda investitsiyaga to'g'ri kiritib, dunyoga taalluqli bo'lib ketgan milliarderlar, millionerlar bo'lgan. Va Tramp shu narsani takrorlamoqchi bo'ldi, lekin ko'rib turibsizlar, qanchadir vaqt 2022-yilgacha bu orada Bayden prezident bo'lib qoldi, keyin foiz stavka ko'tarish boshladi. Qaranglar, nima uchun o'sha payt Tramp qo'ldan kelmadi, nima uchun Trampni prezidentlikni olib tashladi? Chunki bunda ham mamlakatning maksimum uровеньlar bor. Ko'ryapsizlarmi? 2007-yilda shu 5.24 yurgan bo'lsa, mana qaranglar, 2023-yilga kelib foiz stavkasi 5.33ni 5.20, 5.50 deylik, shu yoqqacha ko'tarildi va narx tushish boshladi. Sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Mana bu oraliq masofalarni qarasak, yana qancha vaqt tushganligini почти bir xil bo'ladi. Va men hozir xuddi shunaqa masofada, ya'ni mana bu holat takrorlashini kutyapman. E'tibor qilinglar, narx tushgan, mana bu yerda qanchadir vaqt foiz stavkasi ushlab turgan. Bizda hozir foiz stavkasi ushlab turibdi. Katta ehtimol pastga tushib ketadi bu. Bu narsa bo'ladi. Shu narsa bo'lgandan keyin mana shu zonaga tushib ketsa, bu prinsipial emas, именно 25-yil 1-noyabrgacha tushirishi, balki 26-yil bo'lishi mumkin. Muddat cho'zilishi mumkin, no foiz stavkasi tushgandan keyin Amerika katta ob'emda dollar pechatlash boshlagandan keyin tillo boshqa narsalar kuchli qulashga tushadi. Kelinglar, sizlarga tushunarli bo'lishi uchun bitta uni ko'rsataman grafik misolida. Qaranglar, pastdagi bu tilloning grafiki. Liniyaning ustida. Xohlasanki tushunarli bo'lishi uchun sechnoga o'tkazib beraman. Tak. Mana bu tilloning grafiki. Endi qaranglar, 2007-yil foiz stavkasi cho'qqida yuribdi, 5%lik cho'rinda yuribdi. Tillo ko'tarish boshlayapti. O'sha 2007-yil foiz stavkasini tushirish boshlagandan tillo ko'tarilish boshlagan. Va orada qaranglar, kichik qanchadir vaqt tillo anasi bo'lgan. Tillo debman, foiz stavka bir xil o'rinda qolib ketgan. 1-2 oy, 3 oy qolib ketgandir, bir xil o'rinda tushirmagan. Bitta raqamda foiz ishlab turgan. Va shunda tillo korreksiyaga tushgan. Yana tushirish boshlagan, tillo o'rtasida qanday o'sib ketgan. Va e'tibor qilinglar, dollar pechatlash boshlangan paytlar endi mana shu oraliqqa kiratdi. Скорее всего, mana shu 11-yillarda mana pechatlash boshlagan va hammaga berish boshlagandan keyin kreditlarda, kichik foizlarda tillo qulagan. Ko'ryapsizlarmi? Yaxshi qulash bo'lgan. Va bu qulash davom etgan mana shu yerda. Mana o'sha foiz stavkasi ko'tarilish boshlagandan keyin o'shacha qolib kelgan. E'tibor qilinglar, 2019-yil Tramp prezident bo'lgan yili foiz stavkalari tepada bo'lgan. Foiz stavkasini tushirish boshlaganda tillo yana o'sgan. Ko'ryapsizlarmi? Orada koronavirus bo'ldi, orada Ukraina urushlari, boshqa battar va shunaqangi korreksiya tushib qoldi. Foiz stavkasi 0 bo'lgan taqdirda ham tillo o'sish kerak bo'lgan. Ya'ni qancha vaqt qulab, keyin o'sish kerak bo'lgan, bu yerda korreksiya tushib qoldi. Uzoq muddat ko'ryapsizlarmi? Va korreksiya tushgandan keyin qaranglar, foiz stavka ko'tarilish boshladi. Mana shu zona, mana shu sizlarga e'tiborli joyda, qiziq bo'lgan zona mana shu yer. Nima uchun? Foiz stavka ko'tarish boshladimi? Demak, o'sha ko'tarilishdan oldin bir atkat bo'ladi. O'sha ko'tarilishdan oldin qaranglar, nima joyda. Mana bu yerda mana. Ko'tarilishdan oldin yaxshigina bitta atkat bo'lgan. Birinchi atkat bo'lgan va mana shu yerda investorlar kirishni boshlaydi. Krupniy kitlar, igroklar shu yerdan kiradi tilloga, bayga. Va o'shaning kuchi bilan mana shu yoqqacha keladi. Foiz stavka ko'tarilyapti.
tilla ham ko'tarilaveradi. Nima uchun? Dollarda obros to'kiladi. Foizlar ko'tarilaversa, inflyatsiya ko'tarishiga yo'q bo'ladi. Chunki urushlar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Shu bilan ko'tarilib keldi. Ana endi bizaga nimaga qaraymiz? Voqealarga qaraymiz. Juda muhim yillarda foiz stavka tushsa, nolgacha, Amerika dollar piyat boshlasa, Amerikada iqtisod yaxshilanadi, dollar yana ko'proq piyat boshlaydi, hamma davolni 0% kreditni to'lash boshlayapti va bu Amerikaga bu kamlik qiladi. Amerika iqtisod yaxshilanishi yana nimadir kerak, kuchli bir voqea, boshqa narsalar. Eng qizig'i tasodif qaranglar, 2026-yil jahon chempionati Amerikada bo'lyapti. Bu chempionat katta summa kirib keladi Amerikaga, to'g'rimi? Juda ko'p migrantlar shundan foydalanib qolib Amerikaga kirishni xohlab qoladi. Bu ikki. Tasodiflarni qaranglar, bu kim foydalanmaydi shu narsadan? Jahon chempionatiga ketyapman deb qolib ketish holatlar bor, misol. Qolib ketaman deganlar bor. Hozir ham plan qilayotgan bo'lsa kerak. Ana endi qaranglar. Amerika yana o'zini iqtisodini, valyutasini ukrepit qilish uchun unga har doim urush kerak. Amerika to'g'ri o'zi urushga qatnashgan joylarda dollar obro'si ko'tarilgan har doim. Misol Iroq, Siriyada urushlar bo'lgan. Jorj Bush vaqtini olib qaranglar, ana unda terakt bo'lgan. Egizaklar orasida Amerikani anasi ko'tarilgan, ya'ni obro'si va endi moshinasi dunyoga tanilgan, ko'tarilgan, obro'si ko'tarilib boravergan, dollar valyutasi ko'tarilgan. Mana shunaqangi primoy o'ziga biron joyga urushga kirib borish kerak. Unga bahona bo'lishi mumkin. O'sha yillari Amerikada qandaydir uyushtiriladi. Shu jahon chempionati bo'lgandan keyin endi oldin o'sha vaqtda qaysi shaharlar nimadir bo'ladi va Amerika buni bahona sifatida qaysi davlatga hujum qiladi. Kelishilgan holatda emas lekin. Va dollarda obro'si yana ko'tarib ketadi, tillo chuqur korreksiyaga tushib qoladi. Va men o'ylashimcha, o'shangacha tillo bir o'sadi. Qanchadir vaqt 4000 gacha, 5000 gacha o'sib chiqadi-da, biz hozir turgan narxlarga kelib test qilib beradi. Ya'ni qaranglar, narx kuchli o'sganda qayerga test qilib bergan hamida. Biz hozir shu yerda shunaqangi korreksiya qilib bersak, ya'ni anaqangi korreksiya bo'lsa bo'ldi hozir. Ko'rib turibsizlarmi? Shunaqa korreksiya bo'lsa, shundan keyin o'sib ketsa, tillo. Va bizaga примерно shunaqangi qulashlar kuzatishimiz mumkin, endi guvoh bo'lishimiz mumkin. Qachondir bu endi bizlarga erta-indin bo'lgan masala emas. Qachondir shu o'rinlarga kelib beradi mana bularga. Ya'ni mana bu korreksiya bo'lib qoladi va shu korreksiyani bizlar kuchli o'rin sifatida kelajakda investitsiya kirish uchun yaxshi o'rin bo'ladi. Tilloda faqat bu. Boshqa fazalar boshqacha, lekin ularga ta'sir qiladi. Bu birinchi masala. Tillo bilan foiz stavkani solishtiruvni ko'rdilaringiz. Uzoq muddatda ishlayotgan odamlar bo'lsa yoki kutayotgan bo'lsa, qo'shni, ya'ni konkretni zonani kutyapman, o'shadan katta birni kiraman deganda просто inobat qilib qo'yinglar shu narsani. Bu o'tdi. Endi kelinglar, tilloni olib qo'yamiz. Bizada bondlar bor, ya'ni obligatsiyalar. Bu Amerika obligatsiyalari, banklardagi obligatsiyalar. Bu oldindan FRS stavkasini misol foiz stavka qachon tushadi, qachon ko'tariladi, u narsalar oldindan aytadigan anavlar bor, bondlar hisoblanadi. Tak, qarang. Foiz stavka tushishni boshlagan, lekin bondlarga qarang, u oldindan qulashni boshlagan. Demak, foiz stavka yaqin tushishiga signal bo'ladi. Foiz stavka tushgan joyga qarang, mana bu yerda. Bu yerda korreksiya boshlab tushishni boshlayapti. Nisxadashda ketgan lokalnida oldindan signal bergan har doim. Mana bu yerda ham qaranglar. Bu yerda o'zi boshlangan joy mana bu yerdan boshlangan. Maksimum yangilanmay tushib kelavergan. Mana bu yerga qaranglar, mana foiz stavka tushish boshlagan joyga qaranglar, bondlarga qaranglar, e'tibor qilinglar. Bondlar obligatsiyalar oldindan aniqladi. Bu ko'pni igoklarda o'sha narsa qandaydir signal sifatida foydalanadi shu narsadan. Endi men iqtisodchi emasman, men moliyachi emasman, bank ishini bu narsani tushunmayman. Men aslida texnik analizda grafikka qarab, so'zlar analiziga qarab aytyapman. Men aytayotgan narsalar balkim bu o'sha ko'pni igoklarni ichida bilgan narsalar ichida 0.1%dir, 1%dir, 10%dir. Men aytgan ma'lumotlar. No, ular shu narsalarga qaraydi, ya'ni obligatsiyalarga qaraydi, Amerika FRS stavkalariga qaraydi, dunyodagi bo'layotgan siyosiy anaqangi voqealarga, damlarga qaraydi.
Bu shular ma'lumotdan bittasi. Ya'ni tilda ishlayotgan bo'lsak, mana shu narsaga e'tibor qilish kerak. Obligatsiya tushyaptimi, foiz stavka 100% tushadi. Foiz stavka tushadimi, tilla tepaga ketadi. Obligatsiyalar narxi ko'tarilyaptimi, foiz stavkalari ko'tariladi, tilla qulaydi. Nima uchun? Foiz stavka ko'tarilaversa, Amerikaning dollarining foydasiga bo'ladi va tilla qulaydi. Foiz stavkalari nolga tushaversa, bu dollarga salbiy ta'sir qiladi, obligatsiyaga salbiy ta'sir qiladi va investorlar o'zini kiritgan investitsiya pullarida tillaga o'tkazib qo'yadi. Ya'ni бездоходное убежище deydi-ku. Nima uchun бездоходный deydi? Ya'ni ular tilladan daromadni ko'rmaydi ular. Ularni aslida katta daromadi mana shu obligatsiyalar, aksiyalar, so'ng neft, boshqalar tilla u oxirgi убежище hech qachon qulamaydigan, hech qachon narx tushmaydigan bir anavi убежище hisoblanadi va ular o'sha yerga pulni o'tkazib qo'yadi. Tillaga talab ko'payadi. Keyin yana bozor normal holga kelish boshlagandan keyin ular tilladan foydalanib pullarini olib, o'zini har doimgi o'sha qulab ketgan aksiyalari, qulab ketgan obligatsiyalari, qulab ketgan boshqa aktivlarini arzon narxda sotib olish boshlaydi va ularga talab ko'payadi, tilla qulash boshlaydi. Shunaqangi anavi dunyodagi kelishuvlik mana shunaqangi kelishuv holatda ishlaydi. Mana hozir Eronda bo'ladigan mojaro, Izrail bilan Eron o'rtasida bo'lgan mojaro shunchaki bir spektakl hisoblanadi. To'g'ri, odamlar o'lib ketyapti. Men urushni tarafdor emasman, no bu fakt. Ya'ni e'tibor qilinglar, Izrail raketa tashladi qayerlargadir, hech kimga noma'lum bo'lgan qanday voyenniy obyektlarga tashlagan, odamlar soni o'lganligini aytyapti, lekin bunaqangi ko'rsatuvlar yo'q. Keyin Eron javob qaytardi, raketa tashlayapti, ya'ni ballistik raketalar tashlayapti. Videolarda ko'rsangiz, odamlar xuddi oldindan bilgandek balkonlarga videolarni qo'yib qo'ygan, kameralarda raketa qayerga tushishini syomka qilyapti. Tasodif emasmi bu? Raketalar qayerga tushishini oldindan bilib turib syomka qilganligi. Kelishuvga aniq-ku bu. Man masalan, ikkita odam urushib qolsa, kutilmagan raketa zarbalari deyapti Izrail. Kutilmagan bo'lganda odamlar qanday video olardi? O'zidan o'ylab ko'rsangiz, kelishuvganligi bo'ladi. Ya'ni Izrail davlatini hosil bo'lishiga Amerika bilan SSR vaqtidagi SSRlar sababchi bo'lgan. Endi ayrim ma'lumotlarga qaraganda shunday bo'lgan. Eronda ham davlat sifatida, hozirgi davlat sifatida, ya'ni tushunishlaring uchun oldingi Fors imperiyasi, oldingi Fors Eronlar oldin bo'lgan, lekin hozirgi Eron demokratik davlat sifatida hosil bo'lishiga bu ham SSR bilan Amerikaning an'analari bor. Va bu Eron ham, Izrail ham Amerikani katta zo'r partnyorlari. Orada Eron Rossiya bilan ham partnyorlik qiladi, no kelishilgan holatda bilanmiz. Bu hozir hamma biladi, tilla urushda uchish kerak va hamma hozir investitsiya kiritish boshlayapti. Tillaga sotib olyapti, bay bu sel ketadi. Ko'rib turibsiz, sel ketyapti. Bay olgan joylari ko'plab bayda aniqlanyapti. No lekin bayga hali vaqt bor. Endi qaranglar. Men tilloda sizlarga bo'lishi mumkin boyagi olingan ma'lumotlar bo'yicha sizlarga aytaman. Bizga anaqangi korreksiya kerak. Yo tillo kuchli o'sib ketib, mana shu atrofda korreksiya tushib qoladi, ileji mana shu turgan joyda hozir korreksiya tushib, mana shunday ketgandan keyin biz mana holatlarda kuzatishimiz mumkin kelajaklarda. Примерно. Nima uchun boya aytganlarim? Ya'ni kuchli o'sib ketgandan keyin, mana korreksiya qilib o'sib ketgandan keyin mana shu korreksiya zona bizda qandaydir откатный zona bo'lib qoladi. Mana bundaymi yoki tushuntiraman. Mana shunday zona bo'lib qoladi. Mana shu korreksiya zonani keyin kuchli zona sifatida kuchli bay olishga sabab bo'ladi va ana shu holat bo'lsa, mana bu yerda bay olganlar, ya'ni sotib olganlar spot topib qo'yasizlarmi, xohlasang forex topib qo'yasizlarmi marjada. Bu minimumlarga qaytib tushmaydi o'sha keyin. Agar mana shu narsani takror bersa, mana shu vaqtlar orasida o'sha men aytgan taxminlar bo'lib chiqsa. No, ko'ramiz endi uzoq muddatga juda ham. Shuning uchun oldinga yugurib ketmaymiz. Kunlikda, soatlikda holatlar aniq, zonalar aniq. O'sha zonalarda ishlayveramiz. Qaysi zonalarga kelganda reaksiya olib ishlab ketaveramiz kunlikka. Uzoq muddatga aytdim qanday holatlarda ishlashni. Foiz stavkani tushishini kutamiz. Foiz stavka tushish kutgandan keyin birdan o'sib ketmaydi. U qandaydir signal bo'ladi, qandaydir orada nimadir bo'ladi, bir voqea bo'ladi. O'sha voqeaga asosan kiramiz. Bu menimcha, скорее всего, jahon chempionatiga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Uzoq muddat, no, foiz stavkalar shu yilda noyabr oylaridan tushishi mumkin. Noyabr, oktyabr oylarida, ya'ni
4 yoki 3 kvartal oxirlarida, 4 kvartal boshi, 3 kvartal oxirlarida foiz stavka tushishi mumkin. Va biza mana shu foiz stavkalari tushishini kutishimiz kerak. Asosiy signal pullarni dalishib ketishiga. Foiz stavkalari o'zgartirish qolaveradimi? Mana shu korreksiya holatida ko'rib turganlaring. Anaqa maksimumlarga borib sell, minimumlarga kelib buy ketishi bu mashg'ulot bo'ladi. Ya'ni flatda yuramiz qanchadir vaqt. E'tibor qilinglar, bitta masalani yana kuchli korreksiya qolyapti. Mana bu ham 3 yillik korreksiya bo'lsaling agar. Balki biz shunaqa korreksiya tushib qolishimiz mumkin. Holat o'xshashlar. Endi boshlandi, no? Qolib ketishimiz mumkin mana shunday korreksiyaga. Agar shuni qolib ketsak, minimumlarda buy, maksimumlarda sell ushlab, addush yashasa bo'ladi. Trendlarda, proboylarda, retestlarda zo'r ishlasa bo'ladi. Agar anaqangi kuchli proboy bilan ketayotgan bo'lsa, ya'ni impuls bilan любой katta buy olib ketaverasizlar. Shunaqangi bir anaqa qilasizlar. Fundament nuqtai nazardan o'sha signallarni kutamiz. Moment bo'ladi. O'sha momentdan foydalanib qolinglar. Bo'ladi o'sha kun. Qancha vaqt ketsa ham endi vaqtgacha bormizmi, yo'qmizmi degan xayol keladi. To'g'ri, no. O'sha momentdan belgilab qo'yib kutsalaring, o'sha payti aqlli investitsiya kiritsalaring, ko'p narsaga erishib qo'ysa bo'ladi. Katta summa daromad qilsa bo'ladi o'shanda. Qaragan chog'imda bir xil manganlar keragi bor degan, qaragan chog'ingiz kerak bo'lsa, farzandlaringiz bordir, yaqinlaringiz, qandaydir planlar bor, boshqa biznesga qilgani. Bu qoladi u. Tradingda faqat buy sell foyda olib keladigan bir instrument sifatida tushunmaylar. Bu bir katta bir bu dunyo bu ham. Katta dunyo bozori bu yerda. Bu yerda o'sha dunyo bozoriga qatnashgandan keyin dunyo bozoridagi o'sha dunyoda o'sha bozorga ishtirok etuvchi davlatlarni inovatga olish kerak. Ularni iqtisodni salomatga olish kerak. O'rtasida olib ketdi mollarini, qayerdan kelish bo'lgan, qayerdan yashashdi, bu narsani bilish kerakda. O'shanda iqtisodlarga o'xshash boshlaydi. Prosta shunday qaraydi, mana biga keldi, buy, mana biga keldi, sell, katta uni tiqadi va chiqadi. O'shanaqalarni ko'rib odamlar qimor deb qoladi-da, narsani, bu sohani chuqur o'rgansa, bu yerda qimor emas, bu yerda bir katta bir sistema bu yerda. Tushunish bilish kerak. Endi hozir men o'zim bilganlarimni olib qarasam, o'zi hali endigina 1% narsani bilganman deb qoldim. Ya'ni bu sohada hali o'rganayotgan ko'p narsalar bor. Balkim vaqtim yetar, balkim vaqtim yetmas. Men shu sohani yaxshi ko'rib shu sohaga kirdim. Qancha vaqt ketsa ham, boshqa ketsa ham, shuni to'liq o'rganib, to'liq shu sohada daromadga chiqishni plan qilganman. Birdan bir daromadga tezib ketmaysizlar. Vaqt kerak. Kimgadir 1 yil, kimgadir 10 yil. Hammasi o'ziga bog'liq. Pulni chekkaga surib qo'yib, bilimga vaqt sarflagan odam kechroq foydaga chiqadi, katta yutuqqa erishgan bo'ladi. Unaqa bilimni boshqada bo'lmaydi ko'plarda. Ko'plar bilimga tupurib qo'yib, aslida foydaga qiladi, tezroq foydaga chiqib ketishi mumkin. Ularni vaqt sindiradi. Bilimi yo'qlar vaqt sindiradi doim. Любой shunday bo'lgan, har doim shunday bo'lgan. Bilimsiz, ilmsizlar vaqt sindirgan. Misol, nechta kurslar bor edi O'zbekistonda, trading bo'yicha kurslar bor edi. Nechtasi qamalib ketdi, nechtasi yo'qolib ketdi. Men bilganlarim Samarqandda ko'plari yopilib ketdi. Yaqinda ochilib yopilib ketganlarini bilaman. Nima uchun? Bilim yo'q ularda, ba'zi bilim yo'q. Samouchka ko'plari, men samouchkaga yomonlamayman. Samouchkaga oxirigacha borsa, nimagadir erishadi, baribir o'rtada bilgan odamlar, ya'ni o'rganish kerak. Ustoz shogird deydi-yu, u ustoz shogird degan eskicha emas, realni misol bilim bor odamdan o'rganish. Bironta misol o'zlari qayda bir kelinglar, bir moliya institutiga ketgan odam olamiz, ekonomist, boshqa bankka ishga kirdi. Birdan bankka bo'lib ketmaydi. O'sha bankda ham kimgadir qo'l ostida ishlaydi. Shu ishga kirgan odam o'sha kimdir o'ziga ustoz sifatida ko'rib o'sha odamdan o'rganadi. Agar prosta borib oylikka yashab yuraversa, u odam ertaga bu sohada uzoq ketmaydi. To'g'rimi? U любой joyda ishlaganda kimgadir shogird bo'ladi, o'sha narsada aniqlanadi. Bu kuchli, bu bor narsa. Shuning uchun samouchka qilmoqchi bo'lsang ham o'sha internetdan o'rganasizlar, o'sha internetdan o'rganayotgan bo'lsang, o'sha sizlarga ustozlik tasavvur qilsak, o'sha ma'lumotlarni to'g'ri tahlil qilish, filtrlash, internetda ko'p ma'lumot bor, filtrlash uchun
Sizlarga internet yordam bera olmaydi. Aldan qolishingiz mumkin, adashish mumkin. Shuning uchun odamdan olgan sari sizlarga o'sha ma'lumotlarni filtrlab beradi. O'sha odamni olganda to'g'ri tanlash kerak. Qisqacha shu fundamental nuqtai nazarimda shunaqa g'oyamanda. Tillo hali 4 ming, 5 mingdan ham ko'ramiz. Yilni oxirigacha ko'rishimiz mumkin. Telegram kanalimda mana shu fundamental tahlilimni punktda yozib qilganman. Qiziq bo'lsa kirishlaring mumkin. YouTube'da sahifam bu. Bu yerda shu ma'lumotlarni qo'yib boraman. Kimga qiziq bo'lsa, men o'zim texnik tahlil bilan savdo qilaman. Uzoq muddatlarga fundamental tahlil qilib, o'zimga muhim bo'lgan, ya'ni направленияni harakat qaysi ketishini aniqlab olib, o'shanga qarab texnik analizni moslashtirib, g'oyalar, zonalar, точка falan topib ishlab ketaveraman. E'tibor qilgan bo'lsangiz, mana foiz stavkasi o'zgarishsiz qoldi, sel ketdi. O'tgan safar ham foiz stavkasi o'zgarishsiz qoldi, sel ketgan edi. Ertasi kuni, ertalabdan sel ketgan edi. Mana bu yerlar bo'lsa kerak adashmasam. May oyida may oylarida famoyimi. Bu ham xuddi shundan qilyapti. Mana bu zonalar bizga aktualli. Pastda eslaydi. Bu shu g'oya bo'yicha ketaveramiz. G'oyamiz bo'yicha, ya'ni eslaydi bo'lsa, mana qaranglar. Trend buzib chiqqandan keyin mana shu zonaga kelib, keyin narx tushib boshlaydigan edim. Qaranglar, har doim sizlar o'ylaganday ishlayvermaydi-da, analizdan. Lekin ishlab beradi analiz. Mana mana ketdi, birdan magalarga kelmadi-da. Odam ikkilanib qoladi, nima uchun kelmadi ekan, g'oya noto'g'ri bo'ldimi? Bu faktiski g'oya to'g'ri bo'lgan, ishiga kelib berdi. Значит, mana bu tepadagi liniyaga ham kelganda bitta harakatga tushishimiz mumkin. O'sha ishlab berdi bu zona. Просто mana shu vaqt kelyapti. Просто kutish kerak, sabr qilish kerak. O'shanda o'xshaydi. Zonasiga kelmadimi, misol ketyaptisiz, siz orada kirib ketmasi kerakda. Ya'ni orada kirib ketsa, kim tepaga ketib qolishi mumkin. Shuning uchun o'sha zonalarda faktga asosan mana bu yerda kirish kerak. Bizda faktga asoslangan sababi mana bu liniya bo'lgan. Mana shu liniyadan kirganmiz. Mana bu maksimumga qo'yganman. Buni ko'rsatganman. Endi hamma narsani ko'rsatib ketavermayman. Chunki hammasini ko'rsatishga vaqt bo'lmaydi va aytganimdek, har doim aytaman, real vaqtda o'sha narsani ko'rib qolasiz. O'sha vaqtda video qilib, kontent qilib qo'yishga imkon bo'lmay qolishi mumkin. G'oyalar menda shu savdoda jarayonida ketaveradi. Misol, mana bu yerda ulgurmay qoldim deylik. Nima uchun birdan sel ketdi? Shu yerda shuni liniya tashlayman-da, o'rganib chiqaman. Shu yerda nimalar bor? Shu yerda nimalar yotibdi? Har xil grafikga o'tib qarayman. Nimalar bo'lgan shu grafiklarda? Hammasini ochib qarayman. Tarixda mana maksimum mana shugacha tarix bo'lgan. Bundan oldini hechasi yo'qda yo'q. Mana shu yerdan polni hujjat ko'rib chiqaman. Shularga nima to'g'ri kelyapti? Zerkalniy liniya, trendlar, boylik tomonda hammasini ko'rib chiqaman. Order blok deyiladi. Hammasini ko'rib chiqaman-da. Va fikr bir joyga, ya'ni bitta narsaga keta qolganda, o'sha narsani inobatga olib qo'yaman. Hozir shu narsa ishladimi? Kelajakda shu narsa ishlab beradi ham. Va kelajakda o'sha narsadan kutaman. Va ishlab beradi. Grafikda kuzatsalaring, o'zlaringiz savdo usullarini topasizlar. Ko'p narsa yo'q bozorda. Strategiyalar, hamma strategiyalar ishlaydi. Xuddi Aziz Xoliqov aytganday, treyderda o'zi topgan strategiyasi zo'r ishlaydi. Shuning uchun o'zlaring topsalaring, o'shani ham zo'r bo'ladi, mayda ta'mi zo'r bo'ladi, shirin bo'ladi, mazza qilasizlar. Keyin sohaga qiziqish oshadi. Hozir sizlar internetdagi bor strategiyalarni olib qo'llab ko'ryapsizlar, ishlamayapti, minusda ketaverasizlar, bezib ketasizlar-ku, keyin tradingga qiziqish so'nadi-da odamlarda. Keyinchalik o'sha bu qimor ekan, bu unday ekan, ketaveradi. Bilib qo'yinglar, u sohaga sal jiddiyroq qarash kerak. Men juda ham emas, sal nima qilishga, chunki real pullar olinadi. Tak soha qiyin emas. Texnik tahlil, fundamental tahlil bu tradingda azaldan ishlab kelayotgan narsa, ishlab kelyapti, ishlagan ham. Qolgan anavlarda strategiyalar ishlaydi, lekin ular yangi, hammasini asosida texnik tahlil, ya'ni klassika turibdi, mana shundan tahlil turibdi. Price action deysizlarmi, SNR deysizlarmi, smart money deysizlarmi, ICT deysizlarmi, hammasi tagida klassik texnik analiz turibdi.
o'sha ICTning asoschisi ham texnik analiz qilib savdo qiladi. Bu narsani internetdan ko'rganlar ko'p. No, u odam o'sha Berikon bilimlari ICT bo'yicha hamma bilimi YouTube'da tekinga aniqladi va u odam kurs sotmaydi deydi ko'plar va shuning uchun uni populyarniy. Kirib o'tirmaymiz. Основной hamma o'zini usulini o'zi biladi, qanday ishlashini ham. Baribir faktlar bitta narsa. Men misol hozir mana bu zerikkani liniyani topib, mana bu yerdan sel kirgan bo'lsam, Smart Manager nima qiladi? Mana bu yerdagi order box zonadan avtopatda order boxdan kirganman deydi. Yoki mana bu yerdagi order boxdan oladi, shundan kiraman deydi. Mana bu yerda bor. Kichik tanfini shunda order box bor. 1 soatlik kod qarashlaring. ICT'dagi boshqacha u bilan. Lekin zona bitta kirish zonasi. Nima uchun? Treyderlar bir xil fikrlasa, bir xil zonadan kirilsa, o'sha zonani qilma ishlab beradi. Xo'p. Tushunarli, qanday nima ko'p chuqurlashib ketdik. Qisqacha shu edi. Sog'-salomat bo'lasizlar. Savdolaringizda profitlar tilayman. Risk amal qilgan holatda savdo qilgan yaxshi. Ko'rishguncha sog'-salomat bo'lasizlar.